Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlar bilan skidkalar to'g'risida gaplashamiz. Instagramda, YouTube'da shu bizani ustalar auditoriya, mashina auditoriya bo'yicha skidkalar asa ko'payib ketdi. Ya'ni epidemiya bo'lyapti hozirgi kunda. Endi qarang, Otabek aka sizga bitta savol berdi. Primoy anaqaga o'tiraman maqsadga. 4 ta eshik, 3 ta sloy qanaqa qilib 250 ming so'mga qilish mumkin? Yolg'on xabar bu. Bular menimcha tushunmagan, bilmagan yosh ustalar prosta marketing qilib chaqirtirib qo'yapti. Ya'ni demoqchimanki, bilasan shunaqa narsa. Sanim bor. Men aytishim mumkin, primerni STP mahsulotni ushbu qilib beraman, so'shlik keraklar deymanda, keladi-da, ya'ni STP emas, mana qilib qo'yishadi, arzon materiallar, или mana 15 ming so'mlik materiallar qilib berishadi, chiqarib yuborishadi. Ya'ni dешевый materialdan qilib berishi mumkin. Dешевый materialdan qilib bergan taqdirda 250 mingga iloji yo'q bu narsani. Menimcha bularda aytaymi qanaqa situatsiya? Aniq ma'lumotni berishmagan bular, chunki xarajatni olib bersanglar, ish haqqimiz 250 ming deb o'shanaqa bo'lishi ham mumkin, chunki bular aniq informatsiyani berishmayapti. Bu bilasan, noto'g'ri marketing. Ya'ni ochiqcha, konkretni mijozga yetkazish kerak. Bolalar, xarajatlar mana shuncha, ish haqqimiz mana shuncha desaki, mijoz unga qiziqishi mumkin. Endi bitta savol, qarang. Bitta dona eshikka mana shumka deganda faqat vibroizolyatsiya emas yoki faqat termoizolyatsiya emas yoki mana shuni poglashtirish emas. Shum izolyatsiya deganda komplekt bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Endi shuni bitta siz hisoblab bera olasizmi? Bizlarga bitta eshikka taxminan qancha ketadi? Salim bor, qarang, keling shunaqa qilamiz. Men shaxsan ko'chadagi qilayotgan bolalarni qilayotgan ishida meniki farqi bor, menikidan. Sababi ko'chada почти 70-80% hech kim germetizatsiya qilmaydi. Ani Cobalt bitta rezinkasini qo'yishi mumkin, bo'ldi. Lekin men qilayotgan ishni qila olmaydi. Sababini tushuntiraman, chunki bironta hali shu paytgacha birontasini fakt bilan ko'rganim yo'q. Men Otabekka biz ramasini germetizatsiya qilib ketamiz konkretni. Ko'ryapsiz, Cobalt ramasi qo'lg'asi ochilib yotibdi kuzovda. O'sha joyda masalan men shaxsan qilayotganimda germetizatsiya qilaman, qotiraman, ramani tunga qotirgandan keyin shum izolyatsiya qilishim mumkin. Qotgandan keyin shum izolyatsiya qilganimda mana shu listda ikkita ketadi. Ikkita listingizni hisoblang 45 mingdan. Uni именно STP даже magaziniga borsanglar, do'koniga borsanglar, eng arzon shumka, eng sifatli shumka 45 ming so'm. STP ayrosi 40 mingdan bor 45 minggacha. Mana bu termoizolyatsiyasi ham 80 ming so'm. Bitta eshigiga bitta yetadi. Mana bu shuni poglashash ham bittasi bitta eshigiga yetadi desam bo'ladi-da. Lekin hisoblasang 250 ming so'm. Glavniysi aytilmadi, karpet degan narsa bor bu yerda. Karpet degan narsa. Narsa asosan simlarni o'rash. Da. Shu oynani tepasiga qiladigan joylari bor, cheklarga qiladigan joylari bor, anu klipsi turadigan joylari bor. Shaxsan men qiladigan bo'lsam klipslarni polnis almashtiraman. Salim bor. Men bitta ishini yechdimmi, klipslarni almashtiraman, sirazi germetizatsiya qilaman, tekshiraman, keyin shu izolyatsiya qilib 100% kafolatli qilib beraman. Lekin ko'chada qilayotgan ishlar sal boshqacha. O'shaning uchun ularnikini bilmadim-u, lekin meniki shunaqa. Bitta mana shu listda 2 list ketadi. Bitta mashinaga 80 ming so'm bo'lyapti. Bitta eshikka. Hisoblang, 80 ming so'm Buni bo'lyapti. o'zi shumka degani emas. Bu ovoz vokalda degani shumka yo'q degani emas. Agar shu mana 3 ta sloy bitta bo'lsagina konkretni shumka bo'ladi, to'g'rimi? Endi bilasizmi qanaqa yana bitta qiziq temasi. Ko'pchilik nima qiladi? Eshik urib ko'radi. Shumkasi bo'lgan ekan, bo'ldi. Lekin na samом деле u noto'g'ri masala. Shum izolyatsiya deganda полный доскональный birinchi, ikkinchi, uchinchi etap как положено bo'lishi kerak. U ichkaridan siz tashqaridan ko'ra olmaysizmi? Bitta ko'rganda voy shumkasi bor ekan. Yo'q bo'ldi. Uni ochib ko'rib tekshirib, aniq bitta ma'lumotga ega bo'lgandan keyin har bitta sloyi o'zini demak vazifasi bor. Albatta, albatta. Mana bu именно aytmoqman, ko'chada hamma har xil qiladi. Hamma har. Kimdir qo'lg'asini bekitib ketadi, kimdir qo'lg'asini bekitmaydi. Ana temirda oralarda buyog'ini qilib tashlaydi, buyog'ini qilmaydi. Hammada har xil. Lekin meni fikrim bo'yicha, mana shu bitta eshikni o'zini rasxoti почти 300 ming so'm. Bitta ishini rasxoti 300 ming so'm bo'lyapti. Mana germetikalari bilan. Germetikasini olib tashlagan taqdirda ham где-то 250 ming bo'lyapti. Bitta ishini. Qarang, bari 250 ming so'm mana o'zi xarajati bo'lyapti, qarang. Ushbu haqqidan tashqari. Da, и плюс men karpet bor bu yerda. Karpet ham bor. Karpetda 1 metr 80 ming so'm, 2 metr 80 ming so'm shunaqa. Karpetdan hisoblash kerak. Если fakt na to пошло. O'tda rashumka qilmoqchi bo'lsang ishini, men aminmanki, klipsasi kitayskiy Xitoy.
bitta yechildimi? Plastmassa burchaklari yediriladi. Da, yechdingmi, уже klipsa yengib qo'ymasang, menimcha noto'g'ri masala. Iloji boricha bizlar shaxsan o'zim men klipsani yengib qo'yaman doimo. Ertaga mijoz Otabek aka eshik ochilib, orasi ochilib qoldi, lekin unaqa gap bo'lmasligi uchun. Meni fikrim bo'yicha, men qilayotgan ishim bitta eshikka pashti xarajatni o'zi pashti 300 ming so'm xarajat chiqadi. Lekin mehnatim ham bor bu yerda. Sanama o'shani inobatga olish kerak. Bu yerda men tekinga o'tirayotganim yo'q. Mehnatdan tashqari 4 eshikning где-то 1 milliondan oshyapti. 300 ming so'mdan hisoblaganingizda 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm xarajati bo'lyapti mehnatdan tashqari. O'shaning uchun hamma narsani inobatga olish kerak. Bu yerda ishchilarim bor, bu yerda hammasini o'ylash kerak, bu yerda shogirdlarim bor, bu yerda o'sha hammasi o'ylagan holatda men bitta summani chiqarganman masalan. O'shanisi bor. Bu YouTube'ga masalan или Instagramda mana shu narsa, именно mana shunaqa arzon narx aytib qo'yishadi-yu. Arzon narx aytib qo'yishadi. Tushunmagan birinchi endi hali bu narsani sistemani tushunmagan odam yoqishib oladi momentalda. Bu yoqda arzon ekan, artib 100 dollarga qo'yib kerak ekan, bu yoqda 500 mingga qo'yib kerak ekan deb sraz o'tib oladi. Ko'pchilik haqiqatan ko'p narsani bilishmaydi. Shu izolyatsiya o'zida nima uchun qilinishi kerak? Nima uchun biz shu izolyatsiya qilamiz? Da, ko'pchilik bilmaydi bu narsani. Faqat to, что shumba bas shumkasi bilan bo'ldi deganda, lekin sifatli ishchi qarang. Xo'p, buni to'g'risida gaplashdik. Endi men naminga hujum qilaman, qarang. Keramika 100 dollar, 150 dollarga polniy kuzov keramika. Qanaqa qilish mumkin? Nima bu? Salom. Men xuddi o'sha temani ham gapirmoqchi edim. Yaqinda o'sha oldingi Gold dedi. Eski bu Goldlarimiz bor, bizdan oldin ko'pdan beri eski ustalar. Da, eski ustalar bilan даже ko'p o'tirib maslahatlashgan paytda Otabek aka, keling bir kuni siz bilan o'sha do'konga boramiz, xarajat qilamiz, spiskasini olamiz, chekni olamiz, mashina qilib ko'rsatamiz. Haqiqatan o'sha qancha bitta keramika mashina qilish uchun qancha pul ketishini. Mana shu mashinaga masalan, endi mana shu mashinaga pashti 750 dollarlik rasxod ketgan. Ana shu mashinaga 750 dollar rasxod ketgan. Bu mashina o'zi ikkinchimi, uchinchi marta men oldim kelishi. O'sha pulni to'layapti, lekin sifatiga to'layapti. Da. Men Olexdan 250 ming so'mga, 40 ming so'mga, 50 ming so'mga keramika sotib olmayman. Salomboy. Rasmi shunaqa narsa bor. Olexda bor, 250 ming so'mga, 200 ming so'mga keramikalar sotilyapti. Lekin ochsangiz ichi spirt. Elki Nasyol degan жидкий стекло bor. Eng такой дешевый 25 dollar, 30 dollar. Nasyol. O'shani keramika deb surib berishyapti. Lekin mashinani polirovka qilib, unga lakini o'ynatib arzon keramika surish qanchalik to'g'ri deyman deb o'zimning fikrim. Endi qisqacha bu ma'lumotdan bergan bo'lsam, ko'pchilik detalli studiyalar o'lib qoladi hozir. Ochib aytaman, Otabek nima qilardingiz bu haqiqatni ochish. Lekin ochmasangiz ham bo'lmaydi. Lekin shuncha paytdan beri gapiraman. Arzonga uchmaylar borlar. Bitta keramikani o'zi pashti 150-200 dollar. Mana shu keramikani o'zi pashti 450-500 dollar mana shu keramikani o'zi. Men Singapurdan zakaz qilaman. Dilerstvom bor. Bu katta xarajat qilib u yoqdan oldiraman. Mana bu gubkalari bor. Mana shu gubkasini o'zi 200 ming so'm, 150 ming so'm. Lattani o'zi mana shu 15-20 ming so'm. Skoch, har bitta skoch 10 ming so'm. Unga mehnat, ko'z, nur, svet. Men bilmayman, bir kunda keramika qilib bo'ladimi, qilib bo'lmaydimi? Men bitta narsani bilamanki, qilib bo'lmaydi. Ungacha keramikagacha bo'lgan jarayonchi polirovka Xitoydan nima oldi, chiska qilinadi. Men ko'p ko'rdim ijtimoiy tarmoqda, biz bir kunda keramika qilib beramiz, 2 kunda keramika qilib beramiz. Bunaqa keramika ustalaridan men to'g'risini, unaqa ustalardan charchadim. Ba'zan qo'limdan 40 ta shogird chiqdi. O'sha shogirdlarim ham даже bir xillarda Otabek aka, biz 3 kunda chiqardik keramikani. Qanaqa chiqarding deyman, qiziqib so'rayman. Endi balki yosh, chaqqondir, balki kechasini uxlamagandir, harakat qilgandir va indamay qo'yman. Lekin aslida men shaxsan o'zim keramika qiladigan bo'lsam, bitta mashina, bitta eshikda 1 soat o'tiraman. Bitta eshigida, ikkinchi eshigida yana 1 soat o'tiraman. Bitta mashina birinchi etapiga pasti 1 kun, 1,5 kun, 2 kun vaqt ketadi. Birinchi etapiga. Ikkinchi etapini mo'yka qilib, toza qilib, uni ikkinchi etap qilganda unga ham какой-то 1 kun vaqt ketadi. Uchinchi etapiga ham pasti 1 kun chiskasidan ketadi. Mashina polniy tayyorlash uchun keramika 3 kun, 4 kun vaqt ketadi. Iloji yo'q bu narsani 1 kunda, 2 kunda keramika qilib, yana 1,5 million, 2 million dollarga keramika qilib berish. Bu yolg'on xabarlar hammasi. Buni ustalardan men to'g'risini aytaman, mijozlar bo'lsa blok qilib qo'yganda, shu sal kamayarmidi degan maqsaddaman. Demak, skidkalar hammasi marketing. Unisi ham mayli, bular hammasi marketing. Men bitta narsa demoqchiman, даже o'zingizni biron plyonkangiz yuring ko'rsataman.
qarang, bron plyonkani 150 $150 sifatligini qilib beraman deyapti. Mana o'zingizni fikringizni bering. 150 $ga bron plyonkka bo'ladimi sifatli? Ochiqchasiga bo'ladigan bo'lsa, mana Carbins firmasini ishlatib yurganlar yoki sotib yurganlar yoki ko'z tushgan internetda tushganlar bilsa kerak, bu bizaga brend qilib olib kirilayotgan firma emas, eskidan plyonka chiqarib kelayotgan zavod. Shu Carbins firmasini eng arzon bron plyonkasi 190 mikronli, taxminan o'rtacha metri $35 dan boshlanadi, 48, 50, $60gacha. Oldimorzaga taxminan 6 metr ketadi. Endi qarang, o'rtacha $40 dan hisoblaganda ham, o'rtacha $40 dan hisoblaganda 6 metr qancha bo'ladi? $240. Da. Rasxodda o'zi. Undan tashqari spirt olasiz, glina olasiz, agar misol instrumentlar bilan yig'aman deydigan bo'lsa. Polirovka qilasiz baribir. Polirovka qilasiz. Обязательно без polirovka bo'lmaydi, chunki tegidagi chiziqlarni olish kerak. Albatta. Rasxodda o'zi $300 ga yaqin bo'lyapti. Boya aytganingizdek, mehnati bor uni, usta haqqisi bor. Yo'q, o'rtacha yaxshi plyonka ko'chada hamma avtostudiyalar qilayotgan narx $600. Endi $150-200 ga qilinayotgan skidkalarni men nima plyonkaligini bilmayman. Ularga javob bera oladimi yo'qmi? Ertaga misol uchun shilinishi, qirilishi, saralashganiga javob bera oladimi yo'qmi bilmayman. Men bittasida mashina shu paytgacha mana iWatch'da ham ishladim, Blackstar'da ham ishladim, Crane Pro'da ham ishladim, ko'p joylarda ishladim. O'zim portalimda ham shu yerda ishladim. Men shu paytgacha bron plyonka qarshi inson bo'lganman-da. Chunki bilasizmi, ko'p bron plyonkasidan taniyman, avtoritslarni masalan, Muhammadlarni taniyman masalan, ko'p bilan haqiqatan sifatli ishlashadi, lekin ular haqiqatan sifatli plyonka qilishadi, lekin ularning birontasini men ko'rmadim. $100 ga $150 ga bron beramiz deganlarni ko'rmadim. Qarang, hamma narsada anaqa Alcantara degan narsani bilasizlar. Hammanglar mana yaqin olib ko'rsatgan bo'lgan. Alcantara. Originali 1 metri $130 turadi. $130 turadi. Original. Undan tashqari kley olasiz, boshqalasiz. Patologni qoraytirishi o'ziga o'rtacha 3 metr hisoblasangiz, $130 dan 3 metringiz $390. $390 и $20 u yoq bu yoq kley. Mehnat haqqingizdan tashqari. Endi Alcantarada yoki avtotikanda 500 ming so'mga qilishayotgan skidga men ochig'ini aytaman, u narsa tasavvurot endi shu narsa. Metri 35 ming so'm turadigan avtotikandan qilinadi. Ras ochiqchasi gaplashilyaptimi? Barcha narsani men aytaman misol. Men bitta narsa, o'sha ertaga kunlarim issiq bo'ladi, chunki bu yil 2025 yanada issiq bo'ladi. Bu issiqda javob aytamanki, oyna yopib qolib ketsa o'tib, masalanda parlanib tashlashi 100%. Chunki ular qarang, bizda o'zimizda material olib kelib turib, o'zimizda kelinayotgan narsalar. U parga yoki misol uchun agar ozgina anaqa issiqlik bo'lsa, u tashlab oladi. 100% javob beraman. Da. Keyin shu o'rinda yana bitta narsani aytib ketdi. Yaqinda o'zimizda ham skidka deb 2 kun qilindi. U skidka qanaqa skidka edi, hozir aytishi mumkin, ko'pchilik ko'rgan. 300 ming so'mga ikkita oldi eshik labovoy orqalari bilan qilib berdik. Nimaga? U likvidatsiya. Biz o'zimizda bor plyonka bor edi. Ramazon munosabati bilan plyonkani o'zi narxi chiqarilyapti. O'zimizda qolgan plyonkka. Bu ham nima bo'ldi? Ikkinchi kun plyonkka tugadi. Bo'ldi, shu bilan tugadi. Ya'ni mehnat haqqini olmayapsiz deb plyonkani o'zi puli olinyapti. Ramazonni niyat qilib turib qilinyaptimi? Maxshi maqsadda qilindi, bo'ldi. O'sha plyonka tugadi keyin. O'sha Ramazonni gapirib turib, qanaqa o'zingiz fikringiz bering. Ramazonni deb nabarot odam yig'ib ko'proq navar qilishni o'ylayotganlarga nima deysiz masalan? Ularga men bir narsa deyaman. O'shaning uchun aytaman. Bron sistema bo'yicha, keramik sostav bo'yicha, polirovka sistema bo'yicha, shum izolyatsiya bo'yicha hammasini o'zining ustasi bo'ladi. Libon случае men bitta narsa aytamanki, men o'zi aslida bron sistemaga qarshi edim-da, ochildim. Chunki hamma qilgan bronni men ko'rardim, menga yoqmas edi. O'shaning uchun men aytganman o'sha paytda, Salimboy, agarki bunga javob bera olsang, konkretno o'zing ertaga mijozga ko'ngil topib, haqiqatan sifatli qilib bersang, pожалуйста qil dedim. Lekin xudoga shukr, to'g'risini aytaman, bitta emas, 3-4 ta mashina qildik. Вообще ideal. Ну, nima deyman? Kimdir qildiradi, kimdir qildirmaydi. No, пожалуйста, Kartal televizoriyamizda bor bu xizmatlar. Любой payt biroz telefon qilsangiz, zo'r maslahat va zo'r tavsiya beramiz. Undan tashqari skidkalarga uchib qolmanglar. Maslahatimizni telefon qilib, nima ishlatadi, qanaqa ishlatadi, bu bekitadigan narsa emas. Chunki qo'pol qilib aytganda, Boxonkani puliga patron yo'q.
Shunda pastda nomerlar bor. Telefon qilsa, meniki ham, sizniki ham telefon qilsanglar, bilasizlar, Kartal Detailing Studio Alfa Tuning bilan birlashgan holatda birgalikda ishlab kelyapti. Ya'ni bitta boksimizda Alfa Tuning, bitta tomonda Kartal Detailing Studio, ya'ni birlashganmiz. O'shaning uchun liboy payt pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, sizga zo'r informatsiya va zo'r tavsiyalarni beramiz, maslahatlarni ham beramiz. Qanchalik to'g'ri, qanchalik sifatli, ya'ni polniy informatsiyasini olasizlar shu.